Assalomu alaykum. Biz YouTubedan kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Mana keyingi zakazlarimizni ham xolos apkellik o'z egalariga topshirdik. Bu yerga oldiga hop 25 metr verandani berdik. Mijozimizga akfa mokriy rangda. Oynalarni qoraytirib telefonni qilib berganmiz. Tarafda eshigi bor. Darvozadan kira olishi. Bularda kvadratlarni shunaqa agar teraskellar bo'lsa 550 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ustunlarni ham o'rab, ustunlar alohida hisoblanadi, o'zi bilashingiz kerak. Nari tarafda endi bityapti. Tarafini уже o'rnab bo'ldik. Eshiklari ham chiroyli. Uzoqdan ko'rinishi ham o'ta mana mokriy lampa, mokriy oyna, mokriy profil. Abi ancha vidini ochdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefonga murojaat qila olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.